kitoblardagi va kinolardagi sevgi bilan haqiqiy hayotdagi sevgini o'rtasida judayam katta farq bor. Xo'sh, televizordagi, kitoblardagi va bizga o'qitirilayotgan hayot bilan haqiqiy hayotning o'rtasida ham katta farq bo'lsa-chi? Siyosatchilar, rejissyorlar, yozuvchilar, blogerlar, onamning dugonasini o'g'li va shunga o'xshash odamlar bizga to'g'ri yashash ramkalarini uqtirishadi va go'yoki ular aytishicha hayot juda ham oddiy va oson. Faqatgina o'sha qayerdamiz va qayerga ketmoqchimiz kabi koordinatalarni bilib olsak bo'ldi. Lekin bitta savol. Ana shu koordinatalarni o'zi boshidan noto'g'ri bo'lsa-chi? Bitta fikr haqida men juda ham ko'p o'ylab ko'rganman va bu savolni sizga beraman. Bizga jannat emas, jannatga yo'l kerak desamchi? Ya'ni o'sha jannatga hamma hech qanaqa talablarsiz kirganida jannat shunchalik jozibador bo'larmidi? Endi hamma bizdan talab qiladi, ya'ni bizga natija kerak. Natija bo'lishi shart deyshadi. Lekin bu eng katta yolg'on ekanligini siz bu videoni ko'ryapsizmi, demak bilasiz. Ya'ni inson mukofotdan emas, balki o'sha mukofotga yurgan yo'lidan oladi mazani, lazzatni, kayfni. Endi bir o'ylab ko'ring-da. Birdaniga olgan narsangiz uncha lazzat bermaydi. Lekin ancha kutib, ancha mehnat qilib, mayli mehnat qilmagan bo'lsangiz ham, ancha kutib olgan bo'lsangiz, sizga ko'proq kayf beradi bu narsa. Bu dopamin ishlab chiqarilishi, ya'ni organizmda dopamin ishlab chiqarilishi qoidasi hisoblanadi. Ya'ni u biz kutganda ishlab chiqariladi. Bundan chiqadiki, bizga baxt kerak emas. Bizga baxtga umid kerak. Istagan natijalariga ancha vaqt ketkazib, ancha kutib yoki ancha harakat qilib erishgan insonlar olgan narsalaridan yoki mukofotidan ancha baxtliroq sezishadi o'zlarini. Shuning uchun biz e'tiborimizni natijalar, muvaffaqiyatdan harakat va jarayonga o'zgartirishimiz kerak. Agar biz qilayotgan har bitta ishimiz aslida xato bo'lsa-chi? Chunki biz birinchi va oxirgi marta yashayapmiz. Birinchi marta harakat qilib ko'ryapmiz. Birinchi marta intilyapmiz. Birinchi marta o'qiyapmiz. Lekin qanaqa qilib biz birinchi marta o'qib turib, o'sha nishonga aniq tegishimizga ishonamiz? Katta ehtimol bilan biz tasodifan o'qizamiz va o'q yetib borgan joy atrofida maqsadlarimizni, ya'ni o'sha nishonni chizamiz. Go'yoki biz har doim shu joyga intilganmiz va shu narsaga o'zimizni ishontiramiz. E'tibor bering, hayot mazmuni haqidagi fikrlar inson hayotining o'rtalariga kelib paydo bo'ladi, ya'ni o'rta yoshlarga kelib. Nega? Chunki aynan shu yoshda insonda qandaydir ko'nikmalar, o'ziga xosliklar paydo bo'ladi. Ya'ni psixika o'ziga xos bir shaklga kelgan bo'ladi. Ana shu ko'nikmalar asosida inson o'zi uchun ma'no yaratadi. Lekin u avvaldan bo'lmaydi. Inson o'sha narsani yaratadi. Deylik, sportsmen, yuguruvchi, yuguradigan. U chempion bo'ladi, ko'p hollarda mashqlar tufayli emas, balki uni genetik o'ziga xosligi tufayli. Ya'ni uni genetikasi shunga xos. Endi olcha daraxtiga qancha motivatsion shaftolini rasmini ko'rsatmang, u baribir olcha tugadi. Inson miyasida neokorteks degan bo'limi tufayli bir-biridan juda ham katta farq qiladi inson. Endi itlar unaqa farq qilmaydi. Ularning parodasi har xil bo'lsa ham, misol uchun Amerikadagi it O'zbekistondagi itni ham tushunadi. Lekin Amerikadagi inson O'zbekistondagi insonni til tufayli bir-birini tushunisha olmaydi. Agar bu dunyodagi hayotingizni ma'nosini faqatgina bu dunyodan ketganingizdan keyin tushunsangiz-chi? Ya'ni hayot ma'nosi degan konsepsiya bu sovuq kunda ustingizga issiqqina adyol tortgandek gap. Ya'ni miyada oksitotsin, serotonin va shunga o'xshash baxt gormonlari ishlab chiqariladi. Shuning uchun men o'zimga ma'noni o'ylab topaman. Keling, shu adyoldan bir oyog'imizni chiqarib ko'ramiz. Hayot ma'nolari ularni amalga oshirish uchun kerak emas. Ular bilan shu dunyoda yashash yoqimli bo'lishi uchun kerak. Ya'ni men bu yerda qandaydir ilohiy vazifani bajarish uchun emasman. Ya'ni shu
ilohiy vazifa orqali shu yerda yashayotganimni o'zimga tushuntiryapman va oqlayapman va bu men uchun juda ham muhim. Men doimiy ravishda mana bu narsani qilishim kerak, mana bunga erishishim kerak, bundan keyin bu keladi degan hayot konsepsiyasida yashayman. Bu esa boshqalarning hayot mazmuniga asoslangan hisoblanadi. Chunki ular muayyan bir vaqtda yashashgan, muayyan bir ishlarni qilishgan, muayyan bir tajribaga ega bo'lishgan va shu narsalarni aytishgan. Bu yerda qani mani ixtirolarim, qani mani erkinligim, qani mani hayotim. Hayotga biror bir natijaga erishish deb emas, balki eksperimentlar va undan chiqargan xulosalarim deb qarasam-chi, ertalab xayrli tong deb emas, eksperimentlar deb uyg'onib, ko'rgan, bilgan, eshitgan narsalarimdan o'zim uchun xulosa chiqarib, hayot konsepsiyamni yaratsam-chi. Ehtimol hayotimni ish deb emas, ya'ni deadlinelarga, aniq bir vaqtlarga ega deb emas, xobbi sifatida qarasam-chi, sal yengilroq, maqsadli, ammo sal yengilroq. Buni qilsam bilasizlarmi? Shu jannat eshiklari oldiga kelganimda shu farishtalarga aytib beradigan narsam juda ham ko'p bo'ladi. Mana bu narsani bunaqa qilib ko'rdim, bundan bunaqa xulosa chiqardim, mana bunaqa yashadim, mana bundan bahramand bo'ldim deb aniq maqsadni qo'yilgan joylarga galochkalar qo'yib o'tirmasdan. Zero o'sha to'g'ri maqsadlar hech qayerda yozilmagan va hech kim bu narsani kafolatlamagan. Lekin o'sha narsa taxmin qilish kerak va topilishi kerak deb bizga singdirilgan. Xo'sh, shunda nima qilish kerak? Ideal bo'lish paradigmasini eksperimentlar paradigmasiga o'zgartirish kerak bo'ladi. Shunda asabiylik, kutishlar, juda ham baland bezovtalik sizni boshqa bezovta qilmaydi. Bitta tajribani qilib ko'rdingiz, o'xshamani, xo'p, yaxshi, mayli, keyingi tajribaga o'tamiz. Lekin bu degani bilgan ishimizni qilishimiz kerak, yomonligini bilib turib shu narsani qilishimiz kerak, kayf safoga berilishimiz kerak degan ma'noni bermaydi. Har doim ideal bo'lishni o'zimizdan talab qilishni to'xtatishimiz kerak. Agar baxtni his qilmayotgan bo'lsangiz, sizda nimadir yo'q emas. Sizni ketayotgan yo'lingiz sizga zavq bermayapti. Chunki natija muhim emas bizning organizmimiz uchun ham, ruhiyatimiz uchun ham. Yo'l muhim. Filmlarga, multfilmlarga, kitoblarga ishonishni bas qiling. Badiiy degani bu hujjatli degani emas. Lekin hujjatli degani bu aniq shunaqa degani ham emas. Bu har doim kimningdir qaysidir vaqtdagi o'sha vaziyatga bo'lgan qarashi hisoblanadi. Fikrlashingizni o'stiring. Hayotni to'g'ri yashash uchun berilgan emas, balki uni kashf qilish uchun berilgan deb hisoblang. Chunki baxtli hayot bu har doim ongli hayot.